Qirg'iz Respublikasi terma jamoasi bilan bo'ladigan o'yindan oldin biz o'sha stadiondan chiqish qildik. O'yindan oldingi o'sha hamkasblarimiz bilan o'shanda ham aytgan edim, bu o'yin oson kechmasligini. Chunki bizda tarkib borasida qanaqadir bir nima desam bo'ladi, o'rinlar yo'qotilgan edi. Ya'ni o'sha Oston O'runovning yo'qligi, Umar Eshmurodovning yo'qligi, har bir chiziqda qanaqadir bir kamchiliklarimiz bor edi. Qolaversa, o'yin qiyin kechishini oldindan his qilganimiz bu Qirg'iz Respublikasi uchun ham oxirgi imkoniyatlardan biri edi. Lekin shunday bo'lsa-da, tarkib chiqqandan keyin ko'rdimki, men misol uchun o'sha Jaloliddin Masharipovni ayashsa kerak deb o'ylagan edim. Chunki Jamshid Iskandarovni o'zim qilgan taxminga tushirgan edim. Lekin bitta shu yerda farq bo'ldi va o'ng tomonda Hojimat Erkinovni tushirgan. Mana shu ikkita farq bo'ldi. Ya'ni Timur Kapadze hammasini inobatga olib, o'yinda nima qilib bo'lsa-da o'sha g'alaba muhimligi, birinchi o'ringa chiqqanligi uchun ham asosiy urg'uni o'yinning boshlariga berdi. Juda katta ustunlik va o'yindagi qizil kartochka balki qanaqadir rejalarni biroz o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham g'alaba qozondik. Bu yerda ikkita ehtimoliy variantimiz bor edi. Birinchisi, yopiq futbol o'yin kichik hisobda yakunlanishi kerak edi. Ikkinchisi, imkoniyatlardan unumli foydalanib, yirik hisobdagi g'alaba. Ikkita taxminimiz bor edi. Mana birinchisi o'zini oqladi. O'ylaymanki, agar hozir Sherzod bilan Oston yaxshi sport formasida bo'lsa, endi Jaloliddin Masharipov o'yinni o'tkazib yuboradi. Eronni ham o'yinini ko'rdim. Bu Eron bilan o'ynasa bo'ladi. Agar hozir ularda ham Mohibi o'yinni o'tkazib yuboradi, Said Izzatullohiy qo'shilgan. Lekin shunday bo'lsa-da, Eron terma jamoasi ham katta tavakkal qilmasa kerak. Ya'ni ularga ham ehtiyotkorlik kerak, ularga ham o'sha jarohat olmaydigan o'yinchilar kerak, sariq kartochkalar olmaydigan o'yinchilar kerak. Baribir bu o'sha biz bilgan oldingi Eron emas. Agar hamma tarkibdagi futbolchilarimiz, o'sha Kapadze ishongan futbolchilar yaxshi sport formasida bo'lsa, kamida durang qayd etsak kerak.